Xo'p, qaranglar-da, biza ebayda URL qaranglar-da, mantiq jihatdan bo'yicha xato aytganmiz. Agar flag yo'q bo'lsa, bo'sh bo'lsa, ya'ni buni flagi oralarni ochib yozdik, keyin nima dedik? Bu ish agar bo'sh bo'lsa bajariladi. Sababni uchun bu retornda buni qaytarib ham qo'yibmiz, shundaymi? Aslında endi bu nima bo'lishi kerak? Endi bo'lishi kerak. Sabab bu ota klassdan meros olib turibdi. Bu retorn ham shart emas. Tushunarlimi? Retorn bo'lsa ham xato emas, lekin shart ham emas. Endi tursam bo'laveradi bu to'ppa-to'g'ri. Tushunarlimi? Kimlardadir ishlamin qolsa, shunday qo'ysanglar ham xato emas. Tushunarlimi? Xo'p, shuri to'g'ri bo'ladi. Endi nishlatamiz degan savol bor. Qaranglar bolalar, ishlatib olaylik loyihalarimizni. Xo'p, endi biza nima giramiz? 127 deymiz. Qaranglar, jahon yangiliklari bossam chiqmin turibdi. Shundaymi? Home'da turibdi, jahon yangiliklarida yashash chiqmin turibdi. Shundaymi? Shuni to'g'rilaylik. Nishati to'g'rilaymiz degan savol bor. Maslahat beringlar qani, nishati to'g'rilaymiz. Bu home degan eshitmaylimi? Noni chetama? Home degan eshitmaylimi? Bu rostdan ham home'ni chiqaraman. Home'da hamma yangiliklar chiqsin, tushunarlimi? Toza qo'shilgan hamma yangilik chiqib boraversa. Biza nishatamiz endi, qaranglar. Bu detail post degan eshitmaylimi? Post olamandan ko'payalimi? Home degan eshitmaylimi tashiyman. Tushunarlimi? Mana olamandan home'a tashiyman. Tushunarlimi? Home'da turibdi, ikkisidan bor hozircha. Hozircha bizda ikkisidan turibdi, shundaymi? Lekin endi nishatishim kerak bu view'ma kelib turib, buni nadek emas deyishim kerak. Hamma postlarni nerga chiqar deyishim kerak, bu yerga chiqarma deyishim kerak. Nerga chiqadi? home.html. Endi ko'rib olaylik, bir obnoyib beramiz. Home degan htmlda turibdi, jahon yangiliklar bossam chiqmaydi. Xo'p, home'dagi buni bossam chiqadi. Lekin hozir maybi nom turibdi. Post list deganim prosto post listimda turibdi bu, shundaymi? Home'ga so'ng qo'shimcha o'zgartirsam ham bo'ladi. Home degan home turibdi. Endi jahon yangiliklarni bossam jahona. Hozir hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi bu yerda. Tushunarlimi? Ko'p bo'lgan home degan html'ma list post degan html'ni ko'paytirib tashladim. Tushunarlimi? Keyin yana nosini o'zgartirdim. Bu URL'imni o'zgartirdim. URL deb mana view'imdagi boshqa html uzatib qo'ydim. Ya'ni home degan html'im bu post listni o'chirib tashlasam ham ishlayveradi endi, shundaymi? Sabab home degan html'da chiqib turibdi postlar hammasi ro'yxati. Endi nishatamiz, qaranglar, jahon yangiliklarni ochaymi? Nishatib olaman. Boshda qaysi kategoriyadaligini olib olishim kerak, shundaymi? Nishatib o'tamiz. Qaranglar, ikki xil usuli bor uni. Ikkisi ham xato emas, to'ppa-to'g'ri. Tushunarlimi? Nima deymiz? Qaranglar, funksiya yozaman. Dev internetdan o'chirib qo'yaylik. Xo'p, post kategoriya deyman. Ya'ni post ma'lum bir postlar kategoriyadagi postlar, shundaymi? No keladi mana birinchi bo'lib. Request har doim keladi. Keyin qaysidir kategoriyaning ID'si keladi, shundaymi? Kategoriyaning ID'si keladi. Xo'p, shu kategoriyani olib olaman. Ishataman. Kategoriya degan ustunima request xato yozildi. Request'imni to'g'riladim, qaranglar. Endi ishataman. Get object 404 boradi, shundaymi? Get object 404 da kategoriya chorqotmam, kategoriyadan chog'irdiyman primary key'si no'g'a ID'ga. Shundaymi? Bir dana O'zbekiston yangiliklarini kategoriyasini oldim, O'zbekistondagi. Endi O'zbekistona doir postlarni chiqarajakman. Ya post joylajak vaqt qaysi kategoriya deyishliligini topdik maxi. Endi nishataman? Bu yerda yozaman. No deyman. Posts deyman. Postlar deyman. Post degan o'zgaruvchiman ishataman. Qaranglar, ikki xil yondashuv bor. Ikkisi ham to'g'ri. Birinchi urganga o'ylamiz, related name qo'yib ketdim men endi, shundaymi? Shundaymi axir, ibeda. Nishatamiz ekan?
bu kategoriyaning içinde yani qaranglar. Xalagan bir kategoriya, O'zbekiston kategoriyasini olib oldim. Şunun içinde ne dema? Bir de related name'ma no'ga ko'pmi? Post dema. Related name'dagi postdagi ol hammasini ol dema. Ya'ni O'zbekiston yangiliklarini oldi. Tushunarlimi? Hozir bu sal qiyinlik etishi mumkin. Bundan osoni bor. Post degan o'zgaruvchimi? Ishetaman. Post degan namni modelim bor-ku, oddiygina model, post degan modelim oldim. Ishetaman. Objektlarni filtr etaman. Ishetaman aka, filtr. No deyman? Filtrni no deyman? Kategoriyami? Kategoriya tenglayman. Tushunarli? Ya'ni no bo'lib turibdi. Siz tushuntirib beraman. Birinchi kategoriya mana birinchi, ikkinchi yoki O'zbekiston yoki jahon shundaymi? No bo'lib turibdi. Bu yerda postlar degan chizig'i bor. Ya'ni postlar joylanadi. Nolandi? Bu yerda ID'si o'zini, bu yerda no'si, title'ı, bu yerda flav'ı, keyin no'si boradi. Teksti boradi, keyin image bor. Keyin qaysi kategoriyaga, shundaymi? Kategoriya deyishdi. Men bu yerda nima turibman? Filtr aytib turibman. Filtr. Ya biza SQL'da ko'raylik, necha ko'raylik biza filtr necha deb ishlataylik. Ha, aynen shu. Yo'q, masalan, ma'lum birga tengini. Veya qaysiki ID'si 15 ga teng desam, olib beradi, tushundingmi axir? Bundan shunday biza ko'raylik-ku bu narsalarni, tushundingmi axir? Xo'p, ina shunchaki bossak bo'ladi, tushunarlimi? Endi bu postlarni chiqarib qo'yaman deyishadi. Aynan O'zbekiston kategoriyasini deyishlab chiqarib qo'yaman. Ishlatama. Bu tushunarli? Ikkisi ham bor. Bu related name bilan birinchisi, qaysidagi esa oddiygina filtr bilan. Tushunarlimi? Xo'p, endi ishataman. Return qilib, render etib, qaysi HTMLni qaytaraman? Home degan HTMLda hamma postlar chiqadi. Qaysi kategoriya farqi yo'q, aloqador bo'lsa. Biz endi nima deymiz? Bu list HTMLni chiqarib qo'yaman. List post deganmi bo'ladimi? Request ketadi, keyin ishlatamiz. Qaysi HTMLniki? Nima deymiz? List. Bo'sh turibdi-ku, bir hech arzimaydi. Posts.html va noni yuborib qo'yamiz. Posts degan o'zgaruvchimi? Noni yubораman. Postsni yuborib qo'yaman. Endi nechik bo'ldi degan savol bor. Endi nechik bo'ldi? Hamma yeri chotki. Lekin hali nodada HTML'im yozib qo'yibman. Yaxshi bir post degan yuborib qo'yibman-ku, postlar o'qib oladi. Oddiygina post o'qib olish oddiy. Endi nishatish kerak? Endi hali xatosi bor, no xato bor. URL yozmadik axir, shundaymi? Virgul qo'yamizda pas ishlatamiz. Bezni ham to'g'irlash kerak, to'g'ri aytdim. Kategoriya deymiz. Int pozani ichki bo'ladi u. Int ishlatamiz dedi. ID mi, primary key mi? ID keyin nima deymiz dedi? Chorib olamiz dedi. Nima edi? Post kategoriya degan namni chorib olaman. Keyin name ham qo'yib ketaman. Sababni uchun kerak u. Name nima kerak? URL'dami yoki? Ya base.html'da yozgan vaqtim name teng. Nima deymiz? O'sha aynan o'zini yozib qo'yaman. Qaranglar. Endi yozib ko'raman. Bu birinchi kategoriyada joylashgan edi. Shundaymi axir? Kategoriya deyman, virgul qo'yaman, 1 deyman. Rostdan ham chiqadimi? Chiqmadi. Sababni uchun? Xato. 1 degan kategoriya yo'q. 2 deyman. Ha, bo'ldi. Xatosini kim aytadi? Chiqarmang debdi. To'g'ri yozib qo'yibman men. Bu yerda 1 degan kategoriyamda bor. Chiqarmang debdi. Kim aytadi? Yo'q. Men qaysi HTML qaytarib qo'yibman? Template'dagi ichida, blogning ichida turibdi-ku post list. Shundaymi? Ishlatamiz.